asragin. Parvardigor bu tinchligimizni muhofaza qilib turgan, qancha san'atlarimizni himoya qilib turgan yigitlarimiz bor, zobitlarimiz bor. Parvardigor hammalarini aziz boshlarini omon asragin. Bu yurtdagi tinchlik, omoniyat, farovonlikni Parvardigor to davr qiyomatgacha bardavom qilgin. Parvardigor notinch bo'lgan musulmon yurtlarda tinchlik, omonlik, ofiyat bergin shu yurtlarga ham. Parvardigor olam bu yil Ramazon oyida ado etgan barcha go'zal amallarimizni bizlardan qabul ayla. Parvardigor kelasi yil Ramazon oyiga ham barchalarimizni salomat yetishimizni nasib etgin. Parvardigor bu Ramazon oyi siz bizlardan hammalarimizdan Parvardigor huzuringga rozi bo'lib borishini, ey Parvardigor bu shahar ahli musulmonlaridan men rozi bo'lib keldim deyishini Parvardigor o'zing nasib etgin. Parvardigor olam barchalarimizni bu masjidga hozir bo'lib, bu fayzli tongda jamoat bilan duo qilsam, shoyat duolarim qabul bo'lsa degan qancha birodarlarimiz qalbida niyatlari bor, so'rak istak talablari bor. So'raganlaridan afzal yaxshiliklarni ato aylagin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimani so'ragan bo'lsa, ey Parvardigor olam yaxshiliklarni, dunyo va oxirat yaxshiliklarini siz bizlarga ham Parvardigor o'zi nasib etsin. Parvardigor olam o'zing yurtimizni doimo omonda, ofiyatda bardavom qilgin. Parvardigor va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.